Eron tashqi ishlar vaziri Qo'shma Shtatlar bilan muzokaralar uchun vaqt hali yetarli emasligini ta'kidladi. Moskva, 7-yanvar, Interfax.ru. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi chorshanba kuni Eron va AQSh o'rtasida muzokaralarni qayta boshlash uchun hozirda qulay sharoitlar yo'qligini aytdi. Hozirgi vaziyat Amerika siyosati tufayli Qo'shma Shtatlar bilan muzokaralar olib borishga qulay emas, deya Mehr axborot agentligi Arakchining so'zlarini keltirdi. U Eron hech qachon Qo'shma Shtatlar bilan muloqotni rad etmaganini, ammo bu hurmat va o'zaro manfaatlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerakligini ta'kidladi. Bu Oq uy hozirda bunga intilmayapti. Shuning bilan Eron armiyasining bosh qo'mondoni general-mayor Amir Xotamiy dushmanona ritorika va Eronning ichki ishlariga aralashishga urinishlariga qaramay, Eron armiyasining jangovar tayyorgarligi 2025-yil iyun oyida Isroil bilan muojadan oldingi holatga qaraganda yuqori ekanligini aytdi. U armiya mamlakatni himoya qilish uchun to'liq kuch bilan harakat qilishiga ishontirdi. U shuningdek, Eronda iqtisodiy qiyinchiliklarga qarshi norozilik bildirgan namoyishchilar qo'zg'alonchilar bilan hamkorlik qilmayotganini va AQSh va Isroil tashviqotiga ergashmoqchi emasligini aytdi. Xotamiy namoyishchilarning bu pozitsiyasini olqishladi. 2025-yil 13-iyunda Isroil Eronga qarshi harbiy operatsiya boshladi. Uning maqsadi Tehronning yadroviy dasturini yo'q qilish edi. Eron bunga javoban Isroilga hujumlar uyushtirdi. 22-iyunda AQSh Erondagi 3 ta yadroviy inshootga Fordo, Isfahon va Natanzga zarba berdi. Keyinchalik AQSh prezidenti Donald Trump sulh e'lon qildi. Eron va Isroil bunga rozi bo'lishdi. Dekabr oxirida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan qo'shma matbuot anjumanida Trump Eron yadroviy dasturini qayta tiklashga urinsa, jiddiy oqibatlarga olib kelishini va'da qildi.